Bu uzuni ish jarayonini qo'ygandik. Bitta mijozimizga bu yoqib qoldi. Faqat dili zira yasavergan dili. Shunga mos qilib shunaqa ornamentlardan zira yasashimiz kerak. Birinchi bo'lib atroflarini tilladan ko'zxonalarini qilib olamiz. Tagiga kumush plastinka qo'yishimiz kerak. Uni tayyorlab olamiz. Ko'zxonani yasashni boshladik. Ko'zxonani yasab bo'lganimizdan keyin ko'zxonani payka qilamiz. Ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Kesib bo'lganimizdan keyin plastinkaga, kumush plastinkaga payka qilamiz. Ikkalasini payka qilib oldik. Yana tagini ortiqchasini kesib tashlab, ushga chiqaramiz. Ushki esa tilladan bo'ladi. Ushkisini payka qilib oldik. Qilib bo'lganimizdan keyin uni qaynatib olamiz. Yana bitta kerak joylarini обработка qilib, egolab, ornamentlarni qotiramiz. Ornamentlarni qotirib bo'lganimizdan keyin orada toshlarni tayyorlab ketamiz. Toshlarni chaqlab olamiz. Chaqlab bo'lib, izlarni polirovka, qoraytiramiz, обработка qilamiz. Oxirida bo'lsa, buni mo'yka qilib olamiz. Mo'yka qilib bo'lganimizdan keyin toshlarni zakrepka qilamiz. Keyin o'rtasiga bitta tilla ornament qo'yishimiz kerak. Uni qo'yib ketamiz. Keyin zamok qismlarini tekshirib olamiz. Yaxshi ishlayaptimi yo'qmi? Mana ziragimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda mis, tilla, kumush kombinatsiyasi bo'ldi. Asimetriya bitta ekzemplyarda. Mehnatimizga o'zingizlar baho beringlar.